Assalomu alaykum, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Mana bu 10-aprel 2026-yil. Makkalarimiz mana Xudo xolasa 9-martda ekilgan makkalarimiz shu ko'rinishda bo'ldi. Bir qarich bo'ldi. Eslatib o'tamiz, bu 31 kunlik Makka, lekin 31 kunlik deyilmaydi, chunki bahorda 15 kun, 20 kun yer tagida yotadi, chiqib olguncha, kunlashsa keyin chiqadi. Shuning uchun bu 15 kunlik, uzoq 20 kunlik Makka desa bo'ladi. Lekin ekilganiga 31 kun bo'ldi. Mana bu. Xo'sh. Makkalarimizni hozir yagana qilib chiqyapmiz, ya'ni mana bunaqa ikkita chiqqanini bittasini yulib tashlab, bitta qoldiryapmiz. Mana Makkamiz ko'rinishi qo'lda bir qarichlar bo'lib qolgan. Makkalari holati yaxshi. Birinchi ekayotganlar bo'lsa, bu Makka 832 nozik ko'rinadi boshida chiqqanida. Keyin shu tizza bo'yi bo'lgandan keyin juda baquvvat yaxshi bo'lib ketadi. Boshida nozikroq ko'rinadi. Jaydar Makkaga qaraganda nozikroq ko'rinadi. Keyin savollar bo'lyapti, salafani qachon olib tashlaysizlar deb. Salafan qoladi. Salafan qolishidan maqsad mana bitta o'tlar chiqqan mana. Salafan tagida o'tlar bo'ladi. Shu o'tlar chiqib, salafanga tegib kun issiqda kuyadi. Bu salafanga ekilishidan maqsad chopiq qilinmaydi. Faqat arig'i kultivatsiya qilib ocharda ochib yuboriladi. Salom yana bir bor. Mana bu yerga ekilgan Makkamiz. Bu hali kichkina juda mana. Ko'rishinglar mumkin. Hali yarim qarich ham bo'lmagan. Eng kattalari yarim qarich bo'lgan. Shu bir hafta 10 kun keyin rivojlandi-da bu. Salafanga qaraganda bir hafta 10 kun keyin chiqqan, keyin rivojlanyapti. Keyin kichkina uyda, kichkina joyga ekib tomchilatib sug'arsam bo'ladimi deb savol berishyapti. To'g'risi, men tomchilatib sug'arish bo'yicha umuman xabarim yo'q. Ya'ni bilmayman. Biz faqat ariqdan sug'arib ekkanmiz. Hali bu ham mana sug'arilmadi, yer ekan. O'sha bir kunda ekilgan. 9-mart ekilgan. Hali bu ham 1 oydan oshdi sug'arilmadi. Endi bizada yomg'ir ko'p yog'adi Toshkent shahrida. Boshqa viloyatlarda bo'lsa yomg'ir kam yog'sa bir marta sug'arib olish kerak. Chunki tomrotib yaxshi bo'lish uchun baribir namlik kerak bo'ladi. Bizda ko'p yomg'ir yoqqani sababli hali sug'armadik. Endi ishlovlarini berib, Xudo xolisa dorilarini berib, qanaqa berish, nima qilish ko'rsatib, keyin sug'aramiz. Yana sizlarga shu kunini aytib qo'yib boraman. Charchamanglar, hammanglarga, dehqonchiliginglarga Alloh baraka bersin. Mana bu salafandagi ancha katta ko'rib turibsizlar. Mayli, charchamanglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.